Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. 1 kvadratini atigi 10 ming so'mdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Sifatlari juda ham ajoyib. Boshqa joylarda 1 kvadrat 80 ming so'mdan 100 ming so'mgacha, eng kami 75 ming so'mgacha sotilayotgan gilomlarda kachistasi. Ranglari har xil, razmerlari har xil mana. 2 ga 3 razmerlari ham bor. 3 ga 4 razmerlari ham bor. 3 ga 5, 3 ga 5,5 razmerlari ham bor. 3,5 ga 5, 3,5 ga 4 mana. Mana shu yerga ajratib qo'yganmiz, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda 3,5 ga 7 metrgacha bo'lgan barcha razmerlar bor. Mana shu kirishga skladga terib qo'yganmiz. Hammasidan bor. Ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha o'tkazib yubormasdan ko'ringlar, men sizlarga shartlarni tushuntirib o'taman. Hamma razmerdan bor. 3,5 ga 4 deysizlarmi, 4,5 deysizlarmi, 5 deysizlarmi, 5,5, 6, 6,5, 7 deysizlarmi? Hammasidan olib chiqtirib qo'yganman. Mana hattoki 3,5 ga 6,5 da mana zapas olib keltirib qo'ydik. Nostandart razmerlar bo'lsa ham. Hurmatli obunachilar, videoga обязательно like bosishlaring kerak. Shartlardan biri menga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak. Bu video kommentariyasiga izoh yozgan bo'lishlaring kerak. Video shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, hozir sizlarga shartlarni tushuntirib o'taman. YouTube'ga gilamlarda obzor qilishni boshlaganimda, taxminan 2-3 oy avval shunaqangi bir aksiya qilgandik. Gilamlarda 1 kvadrat metrini 10 ming so'mdan sotamiz deb. Ana shu video bang'illab ketgan, 10 kun qilganmiz bu aksiyani, lekin hozirgacha 123 mingta prosmotr bo'libdi va hozirgacha ham eng kami bir kunda 5-10 talab mana shu videoni ko'rib, mijozlar aloqaga chiqishyapti va bu aksiya ko'pchiligiga juda ham ma'qul kelgandi va hozir ham meni xoli jonimga qo'yishmayapti. Mana shu aksiyani qilib bering deb. Hurmatli obunachilar, tayyormisizlar? Sezonda naqd o'rtasida 1 kvadrat 10 ming so'mdan bo'lgan gilomlarni obzor qilamiz. Ana shu videoda manzillar birozgina tushunarsiz bo'lib qolgan. Videoda oxirida aytib o'tganman, lekin ko'pchilik videoda oxirigacha ko'rmagan, shuning uchun manzilni bilmagan. Bu videoda manzilni videoda boshida aytib o'taman, lekin sizlardan bitta kutiladigan shart videoda oxirigacha ko'ringlar. Shartlari bor. Birinchi shartlari menga obuna bo'lishlaring kerak, mana shu videoga like bosgan bo'lishlaring kerak va bu videoni ko'proq insonga tarqatib qo'yishlaring kerak. Hurmatli obunachilar, diqqat qilinglar, manzillarni sizlarga tushuntirib o'taman. Hurmatli obunachilar, bu tarafimiz Yormazor, tantanani svetofordan Joydam tarafga qarab yuradigan kalsovoy yo'l. Ro'paramizda Anjir Yandex Pro ochilgan va eng zo'r lokatsiya orientir beramiz sizlarga mana. Pargiz gilamlarni Farg'onadagi filialini yonginasida bizning skladimiz joylashgan. Bu taraf Joydamdan kelish, polvon shashlik bor, bu tarafda Farg'ona choyxonasi bor, Hammom choyxonasi bor. Hammom choyxonasidan o'tganlaringdagi Pargiz do'koni. Undan keyin shunday o'tib kelganlaringda mana chap tarafda yo'lni bo'yida mana archalar biznikini biroz to'sib qolgan, lekin bemalol kelishlari mumkin. Odessa kafesining oldidan shunday kirasizlar. Xudo xolasa har kuni soat 8-9 dan boshlab kechqurun 8-9 gacha faoliyatimizni olib boramiz. Ko'rishingiz mumkin. Metrajli gilom deysizlarmi, kavralin deysizlarmi, tayyor gilom deysizlarmi, naroshka deysizlarmi, hammasidan bor. Avirli apparatlar chiroyli qilib tikib dastavka qilib beramiz Farg'ona shahriga bepul. Hurmatli obunachilar, hozir to'y sezon bo'lganligi sababli o'g'il uyli ekan yoki qiz ekan mijozlarimiz eng kamida 2 ta yo bo'lsa 4 ta xonasiga gilom olishadi va bu xonalarda hammasiga ham qalin gilomni olish imkoniyati yo'q. Misol uchun 2 ta xona beradigan bo'lsa, bitta spalni, bitta zal bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lsa bitta spalni, yo bo'lsa yonida bitta xona bo'ladigan bo'lsa, zaliga bitta qalin gilom, yonidagi xonasiga bitta yupqaroq gilom olishadi. Hurmatli obunachilar, hozir eng yupqa gilomni bozor surishtirsalar ham 1 kvadrati 50 ming, 55 ming, yo bo'lmasa 70 ming, 80 ming bo'ladi o'rtachalari. Juda ham sifatsizlar, misol 50 ming, 55 minggacha tushib ketgan bo'lishi mumkin. Bizda hurmatli obunachilar 1 kvadratini 10 ming so'mdan xarid qilsalar ham bo'ladi, 1 kvadrat 80 ming so'mlik gilomni. Eng kami, xullas hurmatli obunachilar, shartlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, 1 kvadrati 120 ming so'mda boshlangan gilomlarimizdan xarid qilasizlar. Misol uchun sizga 2 ta to'rga 5 gilom kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 120 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mgacha bo'lgan gilomlarimiz bor. Bitta xonalaringga shunaqa 120 ming so'mdan boshlangan gilomlar xarid qilsalaring, nariga xonalaringga 1 kvadrati 10 ming so'mdan bo'lgan gilomlar qo'shib beramiz. Shunchaki 20 kvadrat 120 ming so'mlikdan olsalaring, 20 kvadrat 10 ming so'mdan qo'shib beramiz. Sizlarga nerealniy arzon tushadi. Nimaga desalaring, hurmatli obunachilar, hozir bozorga borib o'rtacha gilom narxini surishtirsalaring ham 50 mingdan 65 ming so'mgacha sotilyapti. Bizdan koja popili gilomlarni
1 kvadratni 120 ming so'mdan xarid qilsalaring, yoniga o'sha 65 ming, 70 ming sotilayotgan gilamlarni 1 kvadratini 10 ming so'mdan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, o'shunda sizlarga nerealniy arzon tushadi. Kelib foydalanib qo'yinglar. Aksiyamiz faqat 5 kun bo'ladi. 17 oktyabrgacha. Shartlar juda ham oddiy. Bu videoga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldirishlaring kerak. Bo'ldi va menga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak обязательно. 17 oktyabrgacha kelinglar, kutib qolamiz. Telefon qilmasdan просто kelib foydalanib qoladigan joy.